أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassar degan bu tafsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Niso surasi 95 oyatga qadar davom qilgan edik. O'shaning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uygur tercümesi: Müminlerden özürsiz, ama, tukur, keserge okşaş, özürüs barlar bunundan mustasna. Cihatqa chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Allah mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihad chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zurisi bo'lib jihadga chiqmaganlar va jihadga chiqqanlarniki hammasiga Allah jannatni va'da qildi. Allah jihad qilg'uvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zursiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. O'zlariga zulm qilishlar, ya'ni hijratni tark etib, kuffarlar bilan billa turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan elingan chaqda, farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular ziminda, ya'ni Makka ziminida biz dinni barpo qilishdan bo'zak qilingan edik, deydi. Farishtalar, hijrat qilsanglar Allohning zimini keng emasmidi, deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Faqat erlardan, ayollardan, balalardan çaresiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ana shularni Allah afu qildi. Allah nihoyatda afu qilg'uchidir, nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Kimiki Allah yo'lida hijrat qiladigan, u ziminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimiki uydan Allah'ның va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Allah beradi. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir va nihoyatda mehribondir. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zanglarga zan zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan up-ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ltirib o'tishdan yanmaydi. Xo'sh, la yastawi al-qa'idun min al-mu'minin. لا يتساوى لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار منهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين ورفع منزلتهم درجة عالية في الجنة.
وقد وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار الجنة لما بذلوا وضحوا في سبيل الحق. وفضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين ثوابا جزيلا. Allah yolunda cihat kılıçtın özürsü yok tuğan turuqluq cihat çıkmay uyda olturup ağalla akıdı kep ağalla ve Allah yolunda özürünün pul mallarlan ve canlarını tikip durup bu cihat kılgan bu iki taife herkes beraber olmaydı. Allah subhanahu teala mücahitlerini bu uyda olturagan özürsiz cihat çıkmaganlardan artık kıldı. Onlarının derecesini çok cennetteki bu derecesine nihayeti yukarı derece kötüydü. Allah subhanahu teala bu mücahitlerden boğan özürün mallarlan ve canlarlan şundak cihatkan mücahitler ve özür Muşundaq özür buluşlan özür çeklep koygan şu sebeplik cihatı çıkarmaganlar ularning her birisiga Allah cennetni va'da qildi. Nima uchun? Ular o'zining puli, meli va barlig'ini berishganligi uchun va haq yo'lida fidokorlik ko'rsatib qurbon bo'lganligi uchun. Allah subhanahu taala mujohidlarni uyda o'ltirib olganlardan savob mo'l kat savob jihatda favqulodda ortiq qildi. هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها وكان الله غفورا لمن تاب إليه وأناب رحيما بأهل طاعته المجاهدين في سبيله. Bu mol savap cennetteki yüksek uruladır. Kimi tarafından yani Allah Teala tarafından öz yolunda cihat kılgan muşundak alayda has bendiler için. Ve bu savap olsa keçirim kılıştır. Ularının bundan burunki dep kagan bilip bilmey. Bulardan sadır olan kısmen sahvi noksanları, ularının günahlar üçünçü keçirilmiştir bu. Keçirim kılıştır. Ve ular inanlan huzurlangan keng rahmettir. Allah subhanahu taala Allah'a kaytkan kişi için ve Allah'a tövbe kılgan kişi için nayete bek epuçan bolgan zattır. Rahimdil, mehriban zat. Özge taat kılgan, özün taatiga ahli olan kişiye nayete ço mehriban kuyuncandır. Ve öz yolunda cihat kıllağa şundak rahim, mehribandır. İnnellezine tevaffahumul melaiketu ve kad zalemu anfusahum bi ku'udihim fi daril küfr ve terkil hicra. تقول لهم الملائكة توبيخا لهم في أي شيء كنتم من أمر دينكم فيقولون كنا ضعفاء في أرضنا عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا فيقولون لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم فأولئك مثواهم النار وقبح هذا المرجع والمآب. Periştele yani Ezrail Aleyhisselam
vafat tapquzganlar. Ular o'ziga zulm qildi bular. Qandaq zulm qildi? Mushu kufrda diyar chapishib o'ltirib olib, ularning o'ltirib olishidan kufr darida va hijratni tark etishlan. Hicret qilmay, mushundaq bu o'ziga zulm qilganlarning o'zini farishta vafot topqizgan chaqda ular uchun farishtalar, ya'ni buning farishtalardan Azrail ism maqsad. Azrail ism shunday deydiki, ularga cho ayblab, ularga malomat qilish so'zidan. Sizlarning diningning ish kuchlari haqida qandaq ahvolda bo'ldinglar, nima ish qildinglar deganda bular deydi bizning bu tuproqlarimizda, bizning bu zaminimizda ojiz bo'lgan to'q. Bu zulm va qahrni bizdan mudofaa qilishdan ojiz kelib qo'limizdan kelmaganti deydi. O farishtalar yine o Azrail Aleyhisselam ular uchun malomat qilib, ayblab, ular deydiki, Allohning zimini keng emasmidi? Sizlarning bu tuproqlaringdan, sizlarning bu zamonlardan sizlar diningni qilolaydigan, diningning avomir navohilariga moslashib, uni bijo keltiralaydigan darajada xotirjam bo'ladigan boshqa bir tuproqqa, boshqa bir zamonga chiqib ketsanglar bo'lmasmidi? deb bu Azrail alayhissalom bularga deydi. Bularniki, mushu hicretini terk etkenlerinki o'rni olsa davzax va nima degan yomon va nima degan yomon bir keyingi vabal va keyingi oqibat bu nima va qabu hazil va sat bo'ldi yana nima sat qilyapti nima degan yomon ketdi bu bulan bu qaytishi va demak qabuha. ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم ولا يعرفون طريقا يخلصهم مما هم فيه من المعاناة. Bu kinki bu yaman akıbet, bu kinki hapılık, bu küllerden min zalikel masir. Aşşu kink yaman akıbetten erlerden ibaret. Ayalla ve küçüklerden ibaret acizla bu yaman akıbetten çok özürlük. Bula onundan mustasna. Bula olsa özlerden kahr ve zulümünü müdafaa kılış kadir olamıqallah. Ve ula öz içide, öz muşu yaşavatkan muhit, muanat, nurgun xapılıqdan ibaret, ula inin içide yaşavatkan nersiden özlerini kutuldura alaydıgan bir yol tapamıqallah. Sırt çıkıp yetişkiço, o zulüm bağ tupraqını taşlap, özünün dinini, haqiq ravishda icra qılalaydigan, diniga to'liq moslashib, uningga dinni cho saqlab qalalaydigan yana bir makonga, yana bir tuproqqa chiqib ketish uchun yo'l topamag'anlar. Ular nimadan? U xapliqdan, ularningki ilgakilar duch kelgan u xapliqdan cho bular o'zdirlik. Bular uningdan mustasno. فهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجى لهم من الله تعالى العفو لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم وكان الله كثير العفو يتجاوز عن سيئاتهم ويسترها عليهم. Bu aciz biçarlar Allah subhanahu wa ta'ala'dan bulardan Allah'ın afu qilishi ümit qilingan kishilar. Allah ümitga afu qilmasa jap emas. Nima uchun? Allah subhanahu wa ta'ala ularninki shu yashayotgan atmosfera, shu muhit, shu sharoitninki haqiqatni bilgachga. Allah afusna keng zotdir.
ularning qisman ba'zi bo'lmag'ur o'zining a'mollari va so'z harakatlari obodun Alloh subhanahu va taolo o'tib ketadi, bo'pti qilyotidi. Alloh ulargacha ularni pardalaydi. O yaman ba'zi bir ushak bo'lmag'ur qilmish atmishlardan Alloh bo'pti qilib uni pardalayotidi. ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارا بدينه راجيا فضل ربه قاصدا نصرة دينه يجد في الأرض مكانا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببا في قوته وزلة أعدائه مع السعة في رزقه وعيشه. ومن يخرج من بيته قاصدا نصرة دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده فقد ثبت له جزاء عمله على الله فضلا منه وإحسانا وكان الله غفورا رحيما بعباده. Kimki şirk tuproqlardan, şirk ziminden islom ziminiga chiqsa, o'zining dinini ap qechib, o'zining dinini jahdidan chiqsa, o'z Parvardigorininki fazlini umid qilgan holda mo'yindoq chiqsa va o'zining diniga yordam, nusrat ato qilishni yordam berish maqsadida chiqsa, topidi odam zimindacha bir makon va buni bir boshqa yo'tkilish, bir to'shkillarga yo'tkilish o'rinlarini topidi. Ki eningda huzurlanadi, uningda yashaydi. O'zining kuchlanishga va o'zining dushmanlarining xor bo'lishiga sabab bo'lgan narsalarni huzurlanib, u yerda ne'matdor bo'ladi. Ma'siati va sa'yasi'u si'atan masar chiqildi. وسع يسيء سعة وسب يسيب سبة نقدر هذا مع الساعة دبقته أما سعة مشهور وأفصح وأبلغ مع السعة وسع يسيء سبت سعة وسب يسيب سبة من كده مع السعة أولا نايت مول كان شندق شرائط لولان özün rızkısı da ve özünün kündülük yaşamada. Kimiki özünün üyden Allah'ın Resulünün dinine yardım kılışını maksat kılıp çıksa ve Allah'ın kelimesini La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ını çok üstün kılış muşu maksat çıksa o adam öz maksızı yetiştim burun ölüp gidip kap ölüm o adamını tapsa o kanda oludu degende onun için onun amelininki mükafati Allah'a sabit. Herkes onunki o gayivilik niyeti herkes bekak etmeydi. Onun amelinin mükafatı Allah'a sabit. Onun Allah subhanahu wa ta'ala tutduğunu bitip alayda nakip oldu, yiyizip, hatırlap oldu. Ve onun ameli herkes bekak etmeydi. Onun amelinin cızı sabit oldu Allah'a. Allah öz tarafından merhamet kılıp ve ihsan kılıp onun amelinin cezası mükafatı sabit oldu. Bektilip oldu. Allah öz bendileri için nayeti apuçan ve mihribandır. وَإِذَا سَافَرْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي أَرْضِ اللّٰهِ فَلَا حَرَجَ وَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ مِنْ عُدْوَانِ الْكُفَّارِ عَلَيْكُمْ فِي حَالِ صَلَاتِكُمْ. وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام مخوفة والقصر رخصة في السفر حال الأمن أو الخوف إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم فاحذروهم. Ey müminler! Allah'ın zimnida sefer kıysanlar, size hiç kandak çatak yok, mesele yok.
Namazni 4 rakatlik namoz o'qin bo'lsa, ikki qisqa o'qishinglarda hech qanday masala yo'q, chatoq yo'q. Agar kofirlarning sizlar namoz o'qib turayotgan holda dushmanlik qilib qilishdan ansirab qo'rqib qolib qolsanglar, qisqatsanglar, uningda hech qanday gunoh bo'lmaydi. Dastlabida ibtidoiy islomda musulmonlarning safarining to'larog'i qo'rqinchliqdi va qasr o'qish, 4 rakatlik namozni ikkiga masalan qasr o'qish safarda mayli u safar nihoyatda xotirjam, huzurli safar olsun yo qo'rqinchli olsun, bu qasrni o'zi Alloh subhanahu va taolo tarafidan ahli mo'min, musulmon musofirlar olgan o bir ruxsatdir. Undan foydalansak bo'ladi Alloh taolaning ruxsatidir, maşallah. Haqiqatan kofirlar sizlarga o'zining dushmanligi bilan javlon qilib turuvchidir. Ulardan qattiq usha bo'linglar deydi. Xo'sh, oyat karimada o'zimizga ma'lum bo'lgan qadar biz balog'iy taraflarga qata urinib deb o'tamiz. Xo'sh, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. فضل الله المجاهدين ayetning 5. Yana va faddalal mujahidina al qoidina ajran azima. Bunda itnab bor edi. Balog'atda itnab, ijoz, musovat degan gap bor. Shu itnab shu. Itnab degan nimasi? U bir balog'iy bir fandan bo'lgan bir fan. Balog'iy bir fan itnab degan. O bir narsani ifodalashda, bir narsani sifatlashda alayda bir ro'shan, bir xil uchuqliq, bir xil nimani aniqlikni texima aniq olsun, ro'shanlik texima ro'shan bo'lsin uchun bir narsani ifodalashda va sifatlashda mubolag'lashtirishni shuni maqsad qilib, shu mubolag'atdan ifodalanadigan o bir fanniy bir balog'at uma. Buning o'zi nima deb ataladi deganda itnob deb ataladi. Qolganini balog'atdan boshqa mutavval kitoblardan ko'rib olsak bo'ladi. Xo'sh. Ammo da innallazina tawaffahumul malaika. Bu malaika dedi. Bunda cho'qim anda bir kishilarki bu yilgi hijratni tark etib, shu mening tug'ayrim mushu deb ash tuproq chaplashtirib olib, hijrat qilmay qilganlar ki vafot topdi farishtalar. Farishtalar dedi. Buning maqsad Azrail alayhissalom. Farishtalarning hammasi jonini deb qo'l uzatmaydi. Can algıçı, can alışqa qabizdir ruh bo'lgan, uni muvakkal bo'lgan farishta Azrail alayhissalom. Buni malaika deb buning bilan keltirdi. Kul zikr qilindi, juz iroda qilindi. Majaz mursal bobidir. Majaz mursal kana shundaqda yana aloqa g'ayr mushabah bo'lgan. Bir necha xil bir narsalarda kul zikr qilib, juz iroda qilingan ya uni aks bo'lgan. Hal zikr qilib mahal maqsad qilgan ya uni aks oladigan degandek yoki buningdan bu jamini vahid itloq qilindi masalan al malaika bu jami butun farishtalar buni janobi faqat butun farishtalar emas buni jamini birlik ishlatildi birlik maqsad qilindi bu Jibril alayhissalomga nima uchun deganda bu Jibril alayhissalomning o'rnini ko'targanlikni aytadi. Bütün cem'i nam bilen nim qilindi keldi manada. Malaika deb. Onundan başqa qalu fima kuntum
Bu kimler? Bu perişteler yine. Dedi neme dep aş şu nimine hicretini terk edip öz üzüge zulüm kıllağa. Nim deydi o melaikeler? Pima kuntum. Sizler dininiz hakkında kandıgarak nemiş kıldınız? Şunu bicağa keltire aldın mı? Allah Allah'ın Resulü'nün avamir ve navahilerine boysunup onu maslışıp kıla aldın mı? Kalu pima kuntum. Neymi doldunuz sizler? Ahvalına kandak şu vakitte. Dedik. Bunun da bu spam, pimer, spam tevbihi. Spam tevbihi. Yani bir eyüplaş, malamet kılış, degендek. Hoş. Dersimiz vakit itibariyle mışınlan kifayelemiz. Dersimizin devamı Allah halis. Ayet buludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.